Men shu Bosunbog'dagi Alisherga qoyil qolmadim. Do'stlar, Alisher Bosunbog' bilan aka-ukachilik joylarimiz bor. Bundan taxminan bir 2 oy muqaddam telefon qildimda, Alisher yaxshi pul topib turibsan uka. Hoji bobomga bir ikkita pul berib yuborgin meni nomimdan desam, "Ya aka, buni iloji yo'q-da" deydi. Bu qanaqa bola ekan, yaxshi bola deb yurardim. Shuni orqasidan o'rtog'man deb yurardim. Nimaga Alisher sababi desam, "Aka, ishonasizmi?" deydi, "Meni pulim hammasi dadamda turadi. O'zim ham kunlik ehtiyojim uchun dadamdan so'rab ishlataman" deydi. 200 ming, 300 ming, balkim 500 ming deydi. Baraka topgin dedim, bu mana shu ishing bilan sen juda ko'p odamga o'rnak bo'lding dedim. Chunki hozirgi kunda rosa ko'p pul topib turganlarni yaqindan bilamanda, puli ko'paygan sari shaytonlashni boshlaydi-da odam. Shu ko'p hozir biznesda tradinglarga o'qib yurgan bolalarga maslahat bermoqchiman. Shu Alisher Azimovdan borib dars olsalaring bo'lar ekan. Qanday shaytonni yengib shunaqangi qilgan ekan, shuncha pul dadasida tursa. Hoji bobom joyi jannatda bo'lsin. Shunaqangi 3 ta bolani hayotga tarbiyalab, biri-biridan zo'r halol bolalar tarbiyalab bergan. Chunki uchalasi bilan ham yaxshimanda. Baraka topsin. Alisherning yana bitta gapi bor. Aka, bundan boshqa har qanaqa sinov kelganda ham rozi edim. Mayli hamma boyligim ketsa ham, mayli o'zimga ham nimadir bo'lganda ham mayli edi aka, deyapti-da. Ko'ryapsizlarmi? Ota-onasi tiriklar. Qadriga yetinglar. Yaxshi qadriga yetinglar, aks holda pushaymon yeb qolasizlar.